Voy mana bolalarimni joni bot bo'ladi endi. Akvapark. Anaqa ham emas. Nima edi? Cho'nqir ham emas. Hozir bolam bitta ko'rgani tushdim men oldin, ko'ring. Подписчиklarim ko'rsin oldin sizni. O'tiradigan joy. Senga gapiryapti Muhammad. Yana mazza qilishyapti. Qulab ketdim. Bunaqa mazza ekan, basseynni suvi iliq. O'zi bo'lsa bir cho'nqir emas. Qatdan tushib kelishardi endi. Katta mana. Baliga borganimizda ko'chada ovqatlanishimizning o'ziga erim почти $2000 yaqin pul ishlatib qo'ygan edilar. O'shanda aytgan gaplari esimda. Menga baribir sharmlashib yoqadi deb. Nimaga desanglar, misol uchun mana shu narsalar ham sekin, hozir cho'milishyapti, shundoq yevrishadi-da, oddiy narsa ichida mumkin, lekin boshqa masalan Balida, Tailandda bunaqa narsa ichida bo'lmaydi-da. Har bir narsaga pul to'laysiz. O'shaning uchun sharmni masharaflama budjetning fasonda bilan ayniqsa kelgan budjetinglar ham misol uchun qanchadir miqdorda tur olib turib yog'iga to'lashga pul yo'q desanglar, bemalol sharmga kirsanglar, boshqa ortiqcha pul ishlatmasdan mazza qilsanglar bo'ladi. Men sizlarga yana tekin restoranlarini, hamma joylarini ko'rsataman. Hafta davomida restoranlarni ko'rsataman. Hit restoranlari bor, italyanskiy desam, indiyskiy desam, har xil restoranlarda bron qilib qo'yib kirib ovqatlanaverasizlar. Hammasi mutlaqo bepul bo'ladi.